Bugun biz osteoporoz, suyak yemirish kasalligi haqida gaplashamiz. Bu kasallik asosan 50 yoshdan oshgan insonlarda kortikosteroidlar ko'p iste'mol qiladigan, gormonal preparatlar ko'p iste'mol qiladigan insonlarda, kam harakat insonlarda va ichuvchilarda kerakli bo'lgan mahsulotlarni yetishmasligi natijasida ovqatlanish tartibini buzgan, gazli ichimliklar, kola, pepsi shunga o'xshagan mahsulotlarni ko'p iste'mol qilgan insonlarda kuzatiladi. Amaliyotim davomida 18 yoshli yigitni umurtqasini MRT'sini ko'rganimda bu holatni aniqlaganman. Umurtqani ko'rganingizda to'rtburchak qirg'oqlari o'tkir bo'lib turmaydi bu kasallikda. Ko'rganingizda botiq ko'rinadi. Misol tariqasida semizga ko'p chiqadigan insonlarda oldi tushiga e'tibor bersangiz, o'yiq bo'lib qoladi-yu, umurtqada ham ko'rganingizda shunaqa o'yiqlar bo'ladi. Ya'ni chuqurchalar bo'lib qoladi. Bu osteoporoz kasalligining belgisi hisoblanadi. Bu kasallikni ancha o'tkir ravishda ketayotgan belgisi hisoblanadi. Ya'ni qo'zigan bosqichi hisoblanadi. Bu kasallik doktorlar tilida jim kasallik deyiladi. Sabab bu kasallikda og'riq bo'lmaydi. Og'riqsiz klinik belgilarsiz yuzaga keladi. Tasavvur qiling, uyingizdagi devor tashqi ko'rinishidan bus-butun turibdi, lekin u ichidan nurab boryapti. Ozgina ta'sir natijasida uyingiz qulab tushishi mumkin. Suyaklar ham shunday, ichi g'ovak bo'ladi, mo'rtlashadi va ozgina harakat ta'sirida, zinadan tushganingizda yoki ko'tarilganingizda, keskin burilganingizda suyaklar sinib ketadi. Ozgina ta'sir yuk berdim-ku deb o'ylashingiz mumkin. Lekin asli bu kasallik ichkaridan sizni yemirayotgan bo'ladi. Xo'p, bu kasallikni oldini olish uchun nima qilishimiz mumkin? Bu kasallikni oldini olish uchun avvalambor tekshirib olishimiz kerak, bu kasallik bormi yo'qmi? Hozir zamonaviy usullardan biri suyaklar zichligini, mineral zichligini aniqlash laboratoriya usuli bor. Undan so'ng esa qondagi kalsiy miqdorini aniqlash hisoblanadi. Qalqonsimon biz gormonlarni ham nazorat qilishimiz kerak. Bu suv tuz almashuvida, ya'ni ishtirok etganligi uchun buni ham hisobini olib qo'yishimiz kerak. Endi bu kasallikning davosi bormi? Albatta bu kasallikni erta bosqichlarda davosi bor. Suyak yemirishini to'xtatib qolishimiz mumkin. Lekin suyak to'qimasi yemirilib yo'q bo'lib ketgandan so'ng unga faqat temir detallar, ya'ni meditsinskiy detallar qo'yib o'rnini qoplaymiz, lekin o'zini suyagi qayta tiklanmaydi. Erta bosqichlarda bu kasallikni aniqlash eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Sizlarga tavsiyam, biror joyingiz og'rimagan taqdirda ham o'zingizni sog'ligingiz uchun bu suyaklaringizni tekshirtirib turing. Yemirilish bo'lyaptimi yo'qmi, uni biling. Asosan amaliyotim davomida ayollarda ko'p uchrayapti bu kasallik, chunki klimaks davri og'ir o'tyapti. Menopauza davridan keyin ayollarda estrogen gormoni kamayib boradi. Estrogen gormoni kamaygandan keyin suyaklarga kalsiy kirishi pastlaydi. Buning natijasida klimakterik osteoporoz degan kasallik yuzaga kelyapti. Bu kasallikni davolash uchun men Demosul ishlataman. 6 oyda bir marta qilingan ukol ishlataman va kalsiy preparatlar beraman. Va suyaklarni nazorat qilib turaman. Yemirilyaptimi yo'qmi? Har 6 oyda MRT qilib, kasallik rivojlanyaptimi yo'qmi, bu nazoratni qilib turish kerak. Bunday qilmasa patologik sinishlar yuzaga keladi. Bemor bir umrga nogiron bo'lib qolishi mumkin yoki operatsiya qildirishga majbur bo'lib qoladi. Shuning uchun o'zingizga avvalambor e'tiborli bo'ling. Bu kasallikdan qo'rqmang, lekin kasallikni oldini olish uchun sabablarni qilib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat.